Hammaga assalomu alaykum aziz o'rtoqlar. Hozir biz Yashnobod tumanida turibmiz, ya'ni Ashxobod parkining shunday ro'parasida joylashgan g'ishli novostroykani 5-qavatida 144 kvadrat metrli xonadonimizda elitniy lyuks ta'mirdan chiqqan. Shuni obzor qilganmiz. Hozir men sizlarni chiroyli qilib tanishtirib chiqaman aziz o'rtoqlar. Kelinglar. Mana bu yoqda podyezddan kirish qismimiz. Uyimizda juda ham qimmat texnikalar bilan jihozlangan. Bu yoqda mana damashning domofonlari bor. Bu yoqda mana kirganinglarda stroyni, krashinni qimmat mebellar qilib qo'yishgan. Xo'p, bu yoqda mana o'ng qo'lda kirganimizda bizani kuxnyamizni kutib oladi. Kuxnyamizni ham ko'rsanglar bo'ladi. Nemetskiy yaxshi texnikalar bilan jihozlangan, Electrolux degan brendga taalluqli hamma texnikamizni ko'rib turibsizlar. Krashinni qimmat mebellar qilingan. Xo'p, bu yoqda mana 4 kishilik o'tirish uchun yaxshi elitniy stol-stullarimizni qilib qo'yishgan, kartinalar, har bitta xonamizda konditsioner va bu yoqda dam olish uchun chillerlarimiz ham bor. Uyimizning har bitta xonasi to'pli pol qilingan. Bu yoqda bizning yana bitta kichkina master spalnimiz bor, ko'rsanglar bo'ladi. O'zini garderobli xonalari bilan yumshoq kravatlari, konditsioner chiroyli qilib qo'yilgan. Tashqariga qaragan panoramli oynalarimiz ham bor, komodlarimiz chiroyli qilib qo'yilgan, elitniy, juda ham chiroyli lyustralarga ham ahamiyat beringlar. Juda ham chiroyli, yaxshi lyustralar qo'yib qo'yilgan. Xo'p, bu yoqda bizning umumiy sanuzilimiz ham bor, ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham keng, kattagina. Kafillari juda ham qimmat kafillardan qilingan, kir yuvish mashinalarigacha qo'yib qo'yilgan aziz o'rtoqlar. Bizning holimizni ham ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham katta, zerkalli oynalarimiz ham bor. Mana alohida yana garderobli xonalarimiz ham bor. Ko'rsanglar bo'ladi, kladovka o'rnida ham foydalansak bo'ladi. Juda ham keng, katta shkaflari, polkalari bor. Va bu yoqda zal qismimiz. Mehmonxonamizni ko'rsanglar bo'ladi. Mebellari yo'q, o'zingizlar kelib jihozlab olsanglar bo'ladi. Juda ham kattagina qilingan. Balkonlari ham bor. Ko'rsanglar bo'ladi. Mana Ashxobodda shundoq parkka qaragan balkonimiz ham bor. Xo'p, bu yoqda konditsionerlarimiz, dekorlarimiz chiroyli qilingan. Eshiklarimiz krashinli yaxshi eshiklar ko'rib turibsizlar. Bizning xonalarimizda mana biralarimiz ham bor. Bu yoqda bo'lsa mana spalnimiz, ya'ni yosh bolalar yotoqxonasi. Juda ham chiroyli qilingan. Bu yoqqa komodlari qilib, televizor uchun joylar tashlangan, kompyuterning stollari, yumshoq kravatlari, yaxshi mebellari, mana shkaflari qilib qo'yilgan aziz o'rtoqlar. Bu yoqda bo'lsa mana eng katta bizning master spalnimiz. O'zini sanuzillari bor. Juda ham cho'tki qilib qo'yilgan, hamma sharoiti bor. Kelib kirasizlar, yashaysizlar, xudo xolasa. Uyimizda yep-yangi premium klassda elitniy lyuks varianti turibdi. Hamma narsalari qimmat narsalardan foydalanilgan. Ko'rsanglar bo'ladi, komodlari, bu yoqda yumshoq kravatlari, konditsionerlari, hamma narsalari bilan joy-joyda qilib qo'yilgan aziz o'rtoqlar. Uyimizning narxiga keladigan bo'lsa, aziz o'rtoqlar, 330 ming AQSh dollarida kelib yana ko'rsanglar, chiroyli narxlarda baraka qoramiz aziz o'rtoqlar. Sizlar bilan Nodir uylar bo'ldi. Hammalarga omad.